Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bugun metan zapravkalar 10:00 dan 16:00 gacha ishlaydi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar qildi. 7-mart kuni O'zbekistondagi metan zapravkalar soat 10:00 dan 16:00 ga qadar faoliyat yuritadi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar qildi. Farg'ona vodiysida metan zapravkalarining ish vaqti hokimliklar bilan kelishilgan holda gaz bosimidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Avvalroq respublika hududlariga sovuq va nam havo massalari kirib kelishi natijasida tabiiy gaz iste'moli keskin oshgani xabar qilingandi. Shu sabab magistral gaz quvurlarida bosimning pasayishi kuzatilmoqda. Manba: darakchi.uz sayti.